Barchaga salom. Demak do'stlar, ushbu videoyimizda Polpix saytidan Polygon kriptovalyutamizni Binance hamyonimizga chiqarish to'g'risida gaplashib o'tamiz. Buning uchun yuqoridagi balansimizni ustiga bosamiz. Shundan so'ng Withdraw degan ko'k rangli tugmani ustiga bosamiz. Va bizga pul chiqarish oynasi ochildi. Ushbu joyda ma'lumot berilgan. Eng kamida 1,5 polygon pul chiqarishimiz mumkin. Bizning balansimizda 36 polygonimiz bor. Demak, biz ushbu joyga polygon manzilimizni olib kelib joylashtirishimiz kerak. Buning uchun Binance hamyonimizga kiramiz. Active degan eng oxirdagi balansimizni, kashlogimizni ustiga bosamiz. Va ushbu joyda добавить средства, ввести актив va yuqoriga Polygon kriptovalyutasini yozishimiz kerak. Pol deb yozadigan bo'lsak, Polygon eng birinchida chiqib keldi. Ushbu joyga bosamiz. Va setdan ham Pol degani, ya'ni Polygonni tanlaymiz. Va bizga berilgan manzilni kopirovat qilib olamiz va yana saytimizga qaytib olib, joylashtirish joyiga joylashtiramiz. Va pastda pul chiqarish joyiga summani yozamiz. Misol uchun 32 polygon chiqaramiz. Pastda kepchani yechishimiz kerak. Eng kamini tanlaymiz. Va Withdraw tugmasini bosamiz. Demak, pul chiqarish uchun arizamiz yaratildi. Tasdiqlab qo'yishimiz kerak. Continue Withdraw tugmasini bosamiz. Va biroz pastga tushamiz. Ko'rib turganimizdek pending bo'ldi. Ana endi biroz vaqt kutadigan bo'lsak, bizning pullarimiz Binance hamyonimizga kelib tushadi. Ungacha esa biz ba'zi bir o'yinlarni o'ynab ko'ramiz. Buning uchun Games bo'limiga o'tib olamiz. Pix saytlarida yangi o'yinlar qo'shilganida o'zim ham hali ko'plarini o'ynab ko'rganim yo'q. Shu sababli hozir yana bironta yangi o'yinni o'ynab ko'ramiz. Misol uchun mana bu X degani tuxumlar. Buni o'ynaganim yo'q edi. Shu sababli hozir aynan shu o'yinni o'ynab ko'ramiz. Qanchalik bizga foydali yoki foydasiz, yutish osonmi, qiyinmi, qanday qilib o'ynaladi hammasini ko'ramiz. Demak, mana bu joyda jadval berib qo'yilgan ekan. Xo'p, 5 of kind deb yozmoqda. Demak, tuxumdan 5 ta chiqadigan bo'lsa, 48 nima deydi? 48 koeffitsiyentda biz yutib olishimiz mumkin ekan kiritgan pulimizni. Xo'p, full house degani, demak 3 ta chiqsa degani 2 ta yoki bittaga 0.1. Demak, biz stavka eng minimumda turibdi hozir. Eng kam stavkada bet tugmasini bosamiz. Xo'p, biroz kutamiz. Demak, bizda 290 va 3 ta ko'k rangli tuxum chiqqanligi sababli bizda 3 barobar koeffitsiyentda yutuqqa ega bo'ldik. Xo'p, yana bet tugmasini bosamiz. Xo'p, demak, xullas bu tuxumlar necha turda tuxum borligini bilishimiz kerak biz. Xo'p, mana bu joyda X, bu yoqda o'yin. Xo'p, qoidalari. Demak, 5x down from, demak 5 ta tuxum tushar ekan, 7 type degani ko'rinishdagi 7 xil turi bor ekan. Agar bizda 5 ta bir xil tuxum yoki 3 ta, 4 ta deb yozmoqda, xullas mana shunga qarab bizga boyagi jadvaldagi koeffitsiyentlar berilar ekan. Xo'p, tarozida o'yin nomi, xo'p, undan keyingisi desa live statistika yozmoqda. Demak, bitta yutganimiz, bitta yutqizganimizni ko'rsatmoqda. Xo'p, pastroq tushadigan bo'lsak, bu joyda ham istoriyasi ko'ringan. Demak, yutug'imiz hamda yutqizganimiz. Hozircha baribir foydada turibmiz. Xo'p, yana bitta o'ynab ko'ramiz. Demak, 3 ta bir xil tuxum tushdi. Yana demak, full house deganiga olib 388 koeffitsient yutibmiz. Yutish ehtimoli biroz yuqori bo'lmoqda hozir, lekin buni ham biroz vaqt o'ynaydigan bo'lsak, bu ham asta-sekinlik bilan bizga yutuq bermay qo'yishi kerak bo'ladi. Xo'p, 1.94. Xo'p, yutqizdik. Yana yutqizdik.
Xo'p, yana yutqizdik. Ana endi stavkani biroz ko'tarib yuboramiz. 0,16 shunday 16 stavka qilib yuboramiz. Qani bir ko'ramiz. Xo'p, 1.94 koeffitsiyentga ega bo'libmiz. Ana endi ko'ramiz statistikamizni. Demak, biz umumiy hisobda shuncha stavka qilganmiz. 5 marta yutqizdik, 4 marta yutdik. Bizni foydamiz 0.115 poligon bo'ldi. Demak, foyda qilib oldik, ozroq bo'lsa ham. Avto bet qilib qo'yish ham mumkin ekan. Mana bu joyda avtoni belgilaymiz. Va pastda qandaydir taktika qilishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, eng minimal stavkani qo'yamiz mana bu joyga. Demak, eng minimalkasini qo'ydik. Mana endi biz yutadigan bo'lsak reset, ya'ni yana 0 dan boshlanadi. Yutqizadigan bo'lsak increase buy qilib qo'yib, necha foizga ko'tarib olamiz? Masalan, 400 yoki 500 foizga ko'taraylik. Mana endi pastga tushib, xo'p, umumiy stop loss, stop on. Bular o'ylashimcha shart emas, shunchaki shunday davom etamiz. Start auto bet tugmasini bosamiz. Bo'ldi, o'zi o'yin o'ynaladi. Demak, yutqizgan paytimiz stavka oshmoqda. Yutgan paytimiz yana 0 dan qaytarib, yana 0 dan boshlanmoqda. Xo'p, kutamiz. Xo'p, balansimizda 5 poligonimiz yo'q edi. Hozir 5 poligondan kam, shuning uchun 5 poligon bo'lsa, keyin o'yin to'xtatsak ham bo'ladi. Unchalik yomon emas, biroz yutsa bo'ladigan o'yin ekan. Lekin shunday bo'lsa ham baribir anchagina tavakkal desa ham bo'ladi. Va sizlardan xuddi shunaqa avto stavka qiladigan bo'lsangiz, foizini unaqangi 500% qilib yuborishni maslahat bermayman, chunki 500% biroz katta. Shuning uchun siz 250% qilsangiz ham yetadi. Yoki 200% bo'lsa ham menimcha foydaga o'tadi. Mana salkam hisobimizda 5 poligonga yaqinlashib qoldi. Xo'p, 5 poligondan o'tdi ham. Mayli, yana bitta yutsin, to'xtatamiz. Xo'p, demak 5.136 poligon bo'ldi balansimizda. Agar hozir yana 2 marta yutqizganda bizning balansimiz 0 bo'lib qolardi. Shuning uchun bunda ham albatta tavakkali bor. Hech qanaqangi taktikamiz, bizni usullarimiz unaqangi foyda bermaydi, ishonchli emas. Bu shunchaki tavakkal o'yin desa ham bo'ladi. O'ylashimcha bu o'yinni tushunib oldik. Xuddi shunday tartibda o'ynalar ekan. Bundan ortig'i mavjud emas. Mabodo omad kelib 5 ta bir xil tuxum tushadigan bo'lsa, 48 koeffitsient ishlash mumkin ekan. Lekin bizda hozir bironta ham unaqasi tushmadi. Eng maksimal tushgani mana bu 388 bo'ldi. Demak, shu tartibda o'ynalar ekan. Mana endi Binance hamyonimizni tekshirib ko'ramiz, hisobimizga pullar kelib tushdimi yoki yo'qmi. Bitta obnovleniya beramiz. Va bizda mana poligon hisobimizga kelib tushibdi 31.98. Ozroq komissiya 100 dan 2 poligon komissiya ketgan. Zaversish degan ustiga bosadigan bo'lsak, mana soatlari bilan, demak 5-iyulda va soat 10:14 da hisobimizga kelib tushgan 32 poligonimiz.
Shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. Albatta videoga bitta like bosib qo'ying va kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang.